Dior Stick tonalkasini olgili keladi, lekin qimmatli qiladimi? Men bunga sizlarga yechim topdim. Dior Stick tonalkasiga hech narsa yetmaydi, ololmaganlar uchun Dermacol Stick tonalkasini tavsiya qilaman. Buni surishdan oldin yuzingizga baza surib olasizlar. Dior Stick tonalkasi hozir eng mashhur tonalkalardan bittasi. Yuzimni chiroyli yopib berdi. Buni yuzida muammosi bor qizlar ham bemalol ishlatsa bo'lar ekan. Endi Dermacolni sinab ko'ramiz. Dermacoldan 02 raqamli stikka olib sinaymiz. Surilishi jihatdan Diorga o'xshaydi. Voy qizlar, buni men ham ko'ryapmanmi, sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Raznica yo'q, rangini ham bir xil tanlab qo'yman-da o'zi. Qizlar ko'rdinglar, deyarli yuzimda farq sezilmadi. Men stick tonalkani plotniy deb o'ylardim, lekin Dermacol stick tonalkasi juda yengil ekan. Kunliga, har kunliga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Eng asosiysi narxi juda ham yonbop.